11. savol. Allah subhanahu va taolo buyurgan va shuningdan boshqasi qabul qilinmaydigan shariat qaysi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalam ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövende diqqətinizə İmam Hafiz al-Hakami rahimehullohning İslam aqidasiga dair savol-javoblar kitobidan İslam dini babidan 11. savol. Allah subhanahu va taolo buyurgan va shuningdan boshqasi qabul qilinmaydigan shariat qaysi degan savolga javobini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. 11. savol. Allah subhanahu va taolo buyurgan va shuningdan boshqasi qabul qilinmaydigan shariat qaysi? Javob. Allah subhanahu va taolo buyurgan va shuningdan boshqasi qabul qilinmaydigan shariat u bo'lsa-mu İbrahim alayhissalomning to'g'ri bo'lgan dinidir. Bu haqda Allah subhanahu va taolo Sura Ali İmran 19. oyatining bir qismida shunday deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnned-dîne indallâhil-islam. Tercümesi, hakikaten Allah'ın nazarında makbul din İslam dinidir. Sure Ali İmran 83. ayetinde أَفَغَيْرَ دِينِ اللّٰهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Tercümesi, ula yani Yahudiler ve Nasaralar Allah'ın dinidin yani İslam dinidin başka dinini tilemdi. Halbuki asmanlardakiler ve zimindakiler ixtiyari ve ixtiyarsız revişte Allah'a boysungan tursa. Sure Bakara 130. ayetin bir kısmında وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Tercümesi, özünü ahmak kılganlardan başka kim İbrahim'nin dinidin yüz örüydü? Sure Ali İmran 85. ayetinde وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Tercümesi, kimi ki İslam dinidin gayri dinini tileydiken, hergiz o yani onun dini kabul kılınmaydı. O ahirette ziyan tatqışıdır. Sure Şura 21. ayetinin bir kısmında أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. Tercümesi, ularning Allah ruhsat qilmagan narsalarni din qilib bekitgan ma'budlar bormi? Allah'ın ulağı berildiğin azabni qiyomatgacha ta'xir qilish to'g'risidagi hukmi bo'lmasa edi, ularning orasida albatta dunyoda hukm chiqarilgan bo'ladi. Va bundan boshqa nurg'un oyatlar bor. Alhamdulillah, yuqorida İmam Hafiz al-Hakami rahimehullohning İslam aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan İslam dini babidan 11. savol. Allah subhanahu va taolo buyurgan va shuningdan boshqasi qabul qilinmaydigan shariat qaysi degan savolning javobini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.